Dada 5000 bering, maktabga sirk ketdi. Ma o'g'lim. Menga 10 ming bering maktabga boraman. Ma senga ham. Dada menga ham bering sirkka. Darsni tugatib tez uyga kel, shuncha ishlar turibdi. Pularingizga berdingiz-ku. Onaman, tishim og'riyapti. Yur bolam, seni stomatologga boraman. Beba qo'rqaman undan. Nima qo'rqasan? Bir g'iz qiladi, yaxshi bo'lasan. Da qizni bir tamommi? Ay, ona qornim og'riyapti. Har narsani aralash qilib yeganingdan keyin qorning og'riydi-da. Apingiz bo'lsa-chi, ona. Apendis bo'lsa bu tomon og'riydi. Bu yoqlari ham og'riyapti-da. Ay. Ajillama. Dada nima qilasiz beylikda? Buni taxlab sotamiz. Dada shuni sotmang, men taxlab minay. Mahal. Dada mengachi? Menga ham. Senlarga ikkita yangi belgi olib beraman. Mengachi? Sen o'shani taxlab min, bor. Ma sochimni yonini oling, usti qolsin. Ana shu aytganidek oling. Aka, meni sochim tepasini oling, yoni qolsin. Oling, asal o'g'lim deb mani. Men sochim mana nima qilay? Men vaqtim yo'q, seni kutishga uchun 200 qo'yib shart olib tashay. Ona. Endi katta bo'lyapsizlar, kelajakka ham harakat qilaverish kerak. Dada, men Nik skulga o'qishga kirib, sertifikat olib, imtihon talaba bo'laman. Nasib. Men ham Nik skulga o'qishga kirib doktor bo'laman. Dada, mana Nima mana? Mola o'zini eshitibsanmi? Barab yotibdi. Chop molaga suv ber. men sizlarni Qaytishga oshxonaning eshigini yopki. Dankasa bo'lgan buningiz. Kartoshka oldim, un oldim, shakar oldim, tuz oldim. Aya, marojni ham olaylik. Hozir olib beraman. Men shashligim kelyapti. Hozir go'sht olay, o'g'lim olib beraman. nafs ichkim kelyapti. Chalg'itma nima olganimni adashib ketdim. Nima har safar meni shu ajratib qo'yasizlar? Nima o'rtanchi farzand odam emasmi, ona? Chalg'itdi kuching. Chalg'itding kuchuk.